Manga o'xshash qozon beshida ish qamlashtirolmaydigan kelin qizlar. Chataqchilik qilaverib qiynapimizda xap qilimiz tezlar. Kelinlar berib yo'ldishiga deydi, qiynanlar berib ichiga patramay yanili o'g'liq deydi. Shunda qilib jidalni biz terib hijrat bo'ldig'ini yanili yo'ldishimizlar. Shuning uchun chataq chiqamayli qizlar. Endi mo'sha chataq chiqamayman deb o'tiribli bo'lgan montiq tayyorlik qilyapman. Kov manta, go'sht manta, bo'loq manta, petir manta, jusay manta, jamdo manta, qo'ng'ir manta, osh manta, to'piga 5 manta deb voy. Bu mantaklarning turini nima deganji qo'y? Nami bilganimda jusay manta etay deb tayyorlik qilyapman qizlar. Lag'manning ximirini yug'urib chaplashtirib qo'yganning yaqi mahijilachlikni qiynanamning oldida o'ng'ish yamay ximirga yomon sazgurib ketib borman. Bugungi ximeni ximit turishni silib yug'urib qo'ysam ximir ko'pmasdan elib o'g'liq ma'lummisin endi ko'pmaydigan mantani tipsiz deb. U yonga qarab o'tib bir ko'yli ximit turishni buraqli soldim. Ximeni bo'shroq yug'urib o'tib qoldim. Qiynanamning padisida dasturxonga ching yo'gab to'piga ko'pin tash o'tibli qoldim. Salomni qayerda qilolmay yana o'tib ketdi. Salomning vaqtida boshlarimni qoshlab qoldim. Könapli qaldinglarga urug' tuqqanlar yerim yo'lda salom qilishimga. Qilinliq yerim davlat debdika bo'pti salomni o'tirib boshlayamsan. Qanavalinglar yaxshimi? Men taranch kelim yasardim hammanglarga o'ttiq salomlar bo'lsin. Vlogimni ko'rayotgan, meni go'njo qilyotgan, menga yurak berayotgan qizlarning qo'llaridan qizil gullar unsin. Mang'an qadamlardan gullar unsin, tekkan alri qalam qash bo'lsin. Qalam qash bo'lmasa mayli, vafodar bo'lsin. Inanisining gapi az bo'lsin, chiqish qaq bo'lsin. Ammo balo tuqsa qizlar qalam qash, o'g'illar yo'g'on bash. O'y, kechiringlar qizlar. O'g'illar qo'shma qash olsin. Go'njo qilmay yurak vermay serib o'tib ketganlarning bu kessin. Shunda qilib qiynapamning singlisi bir jusay akiribdi, yerlik jusay deb. Voy qizlar, bu yerlik jusay purmaydi-ku qaranglar. Necha vaqtni yoq jusaymant etadigan bo'lsak, uyning ichini bir olat desangiz puroq, ammo puroq degan narsa yo'q. Voy apama yerlik jusaymish deb purmamda desam purmaydi deydi. Ish qilib o'z yumshoq kichikli bo'ladi-ku, lekin shundaq bir xillik yeyishlik purqimi yo'q bo'ladi-kanda. Shuning bilan ikki tal jusayni oqlayotgandan keyin ozroq go'shtni qo'shdim. Ximeniga normal jug'aganda qildim, eli chataq chiqib qolmasa deb o'ylab yana bir qitam qarab baqdim ximega jimmada turdi. Har hal yaxshi dedim-ku. O'ng'ich go'sht bilan jusaynimni to'g'rab bo'ptimi? Shuning bilan qiynapamman elashtirib beramiz desam, qiynapam mush pokizlik qilmay deb qo'lini kesib bo'lyapti. Tuz tegsa yetishyapti, o'zingiz elashtiring balam deydi. Qiynapam tozlik qiladigan bo'lsa, o'zini mayaqda unutib qoladi. Qo'lmi yo to'mimi shiltayotganini bilgin olmaydi. Shunchalik darajada har yalak solayverdi bu qo'lini. Shuning bilan kesib bo'pti mana bugun. Demak, jopay sizga o'ptinimdan pokizga deb lavha beramti opala dedim. Anglamaydi qizlar, o'zingizni oyang degandim anglamaydi. Osh qilaverdi, shposlam yonmaydi. Tozlik qilib qonmaydi. Shuncha ish qismi yerib ketgani chonmaydi. Og'rib qolsimi tozlik qilishdan tonmaydi. Ximi bo'ptimi qiynapa desam har holda bo'pti deydi. Ey qiynapa, yaxshi bo'pti desangiz yurkim yerlik edami meningla dedim. Shuning bilan jusaymantni tugishni boshladik. May ich, Rana bilan ich, Dona bilan ich. Rananing qo'ltiq pursa biqinidan nerchiq debdika. Rana ismliklar yomonlab ketmanglar qizlar, juma odamning ismi qartilgan Rana emasmi u? Oldindan qarab, men Xolida Chichinga ko'ydim deb bir o'g'il ol shondal kayninglar minib qolsa, kayningdan o'tib, men Xolida Purqinga o'ldim. Qo'shaqlar qo'shilib ketmaylik qizlar, o'zimiz bir gul turib, chachayli. 59 ko'y bizni besib olmaydi asildimi? Do'ynakam yana har bir xaridorlarimga e'tibor chiqirib turibdi. 50 ko'ydan olaysizlar ekan. Qo'ltiq qilamas, putqimi chachisizlar. Mush put purab, put talab uyning ichining mo'yit bulg'inib ketayotgan, mehmonlarga berib oyoq salamayotgan elringlarni putq chechib qo'yinglar. Voy sizlardan umrning oxirigacha rozi bo'lib ketdi. Uchli qitim chachisizlar, batbo'y puroq yo'qaydi. Bu qo'ltiq bir kimsa attir emas, shunlashqa barliq xaridorlar maqtaydi. Basuratni besib kirsangiz bazulruq markamdagi qo'ltiq bir kimsa juma qizlar. E'lonni qistirib o'g'ja butun mantilarni tugib bo'ldi. Ammo miyasar tukkan mantilarning hammasiga jusaylar chaplish bo'ldi. Qiynapam qarab qo'limga birni qo'ydi. Jusayni mantining ichiga tugmay teshik tugib qo'ymagansiz deydi. Voy, qiynapa baribir qo'saqqa kirdi o'xshash bu jusay oldida ximikayni kirmaysa qancha o'zmi? Isit sizning yoshlig'ingizdan mening oyg'imning poshnisi yaxshi. Tomoq etib huzurlanishning o'zi bir go'zallik degan. Mana huzurlanay deb mantilarni dumla tashladim. Shunda qilib qiynapam astaydliroq bo'lsangiz bo'lmamdi deb bir tomoqni atkicha necha qitim menga o'gitib bo'ldi. Oqmaydi qiynapa, oqmaydi. Siz menga o'gatmay, men sizga o'gitib ketdimki chataqchilikni dedim. Ilham o'ginayotma bolam deydi. Shunda qilib yurib qiynapamdan buz bo'lgan bo'ldim qizlarman. Bo'ldi qizlar vlogim shekaychi bo'lsin. So'z desam yurak vermaysizlar ekan, baribir qo'shib olmaysizlar ekan ya meni. Xayr xo'sh.